Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi zakazimizni olib keldik. Davlatobod tumani, o'zimiz Namangan shahri. 10 komplekt offline o'yinlarni ko'taradiganimiz borki, hozir Hamkor degan ko'chadamiz. Arentir ish magazin bor, ikkita supermarket, o'shaning orasida shunday ikkinchi qavatda joylashgan. Hozir kompyuterlarimizni tushiramiz va o'sha yerda ustanovkasini boshlab yuboramiz. Kompyuterxonamiz shunday ikkinchi qavatda joylashgan bo'lib, kirishda administrator joyi, bu yerda kompyuterlarni hozir tushiryapmiz, bularni ustanovkasini qilamiz. Xo'p, kompyuter ustanovka jarayoni. Xo'p, hurmatli obunachilar, demak bu video lavhamizda tayyorlash jarayoni. Avvaliga 10 ta o'rnatib berdik, keyin kelib yana 10 ta komplekt o'rnatganmiz. Opshi administrator bilan 21 komplekt kompyuterlar bo'ldi. Demak, hurmatli obunachilar, bu videomiz tayyorlash jarayoni. Tayyor bo'lganini Telegramga istoriga ham qilib qo'yganmiz. Nomerimizni saqlanib qilsanglar, istoriyalarning ichidan chiqib keladi shu kompyuterxonamiz. Demak, hozirgi momentda, video chiqish momentida bu komplektimiz $350 fonli komplekt chiqadi. Hop, batafsil ma'lumotlar Telegram kanalimizda ham bo'ladi. Obuna bo'lsangiz, narx-navoni ko'rishingiz mumkin. Videomiz qisqa, yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Hammaga xayr.